Dökşimizden devamını anlayışla hürmetlik vatandaşım. Şunda qilib Bosniya ve Makedoniya qatarlıq devletlerimi NATO'ga a'zo devlet bulup kirishga tayyorlik qilib atadi. Agar Jungo'nun ta'siri kuchi bu yerda kengayib ketadigan bo'lsa, NATO'nun tashqi siyosatiga muqarrar ta'sir ko'rsatadi. NATO'nun nazarda Jungo'dan keladigan tahdid bundaq ikki tarafdan keladi. Birinchi, Jungo'nun bir yo'l bir belva qurilishi O'rta Sharq va Yevropa davlatlari bilan Jungo'ni qatnash, to'shish bo'yicha yaqinlashtirdi. Bosniya yaqinlashtirdi. Bu liniyalar savdo tijorat berib kelishni huddiga elibla qolmasdan to'shish, harbiy qurol-yarog', harbiy yo'tkash bo'yicha ham Jungo'ning bu rayonning ishlariga aralashishini yuqori ko'tardi. Növbətdə Jungo'nun g'arbiy qism o'lkalaridan Yevropaga 10 necha qatlam temir yo'l qatnash liniyasi tartildi va ishga tushdi. 10 necha qatlam. Bu yo'l liniyalari Sharqiy O'rta Yevropa davlatlari bo'libmi Polshaga yetib keldi. Qisman to'shish yo'tkash liniyalari Sharqiy O'rta Osiyo, Sharqiy O'rta Yevropa davlatlarini oxirgi bekat qilib, ya'ni ko'plagan to'shish yo'tkash liniyalari G'arbiy Yevropa davlatlarini oxirgi bekat qiladi. Ko'ring, bu ishlarni hurmatli vatandoshim. Ikkinchi, Jungo'nun bu davlatlarga mablag' solishining ish berishiga ergishib, Jungo Sharqiy O'rta Yevropada manfaatdor davlatga aylanib qoldi. Sharqiy O'rta Yevropa G'arb bilan Sharqni tutashtiradigan qatnash tugunidir. Tarixdan biri cho'ng davlatlar elishadigan, talashadigan rayon bo'lib kelgan. Sharqiy O'rta Yevropa. Jungo bu rayonga singib kirish, ta'sir ko'rsatish orqali bu rayonni tizginlaydigan bo'lsa, eng oxirida Amerika va NATO'ga tahdid paydo qiladigan xalqaro qurilma qurib chiqadi. Demak, Jungo O'rta va Sharqiy Yevropaga keladigan bo'lsa, u vaqtda NATO'ga va Amerikaga tahdid paydo qiladigan xalqaralashgan qurilma qurib chiqadi. O'xshashda Jungo'ni cheklash tafakkurini asos qilib, Jungo'ning ta'siri kun sayin o'rlayotganlikdan NATO Sharqiy O'rta Yevropada Jungo'dan ehtiyot qilib qolmasdan Sharqiy Osiyoda yana bir NATO mo Jungo'ni qo'rshovga oldi. Qaraydigan bo'lsak, butkul Osiyo, Yaponiya Jungo'ga o'chmanligi cho'nqur davlatdir. Tön Osiyoda Yaponiya Jungo'ga o'chmanligi cho'nqur davlatdir. Amerikaning Osiyoga qaytib kelishida Yaponiya avangardga aylanmoqchi. Janubiy dengiz, Sharqiy dengiz Tayvan masalasida Amerikaga ergishib, Yaponiya Jungo'ga ig'vogarchilik qildi. Bularning hammasi NATO'ning a'zosi. Germaniyaning o'tgan yili Yaponiyani NATO'ga kirishga taklif qilganining sababi mo dal mushiyadi deb ko'rsatildi xabarda. Yevropada qarz inovat krizisi va ko'chmanlar krizisining ko'tarilishiga ergishib, G'arbiy Yevropadagi cho'ng davlatlar Jungo'ning bosh ko'tarishidan o'zlarining ta'sirining ko'milib qolishidan ansirab, Jungo'ni cheklaydigan strategik siyosat tuzishga yuzlandi. Bu yana Fransiya Davlat Mudofaa Ministerligining ministri Shangri-La yig'inida bu qatim Janubiy dengizga harbiy parxod avatish to'g'risida gap satqanligining sababidir deydi xabar yozuvchi. Dovitor betiga xabar yozuvchi. Jungo'ning zo'r davlat ekanligi va uning strategik siyosati NATO'ning nazarida tahdid paydo qiladi. Shuning uchun Jungo NATO'ning yurak qatig'i singib kirayotgan bir paytda NATO'ning sharqqa kengayishini Jungo'ga qartilgan harbiy ishlar kengayishi deb qaramaydi. Chunki hozir Rossiya mavjud bo'lib turgan bir ahvolda.
Çünki hazır Rossiya mavjud bo'lib turganligi uchun NATO'ning bu qatim sharq kengayishini Jungoga tahdid deb qaramaydi hech kim. Lekin men shunday qarayman, deydi xabar yozuvchi. Amaliyat shundoq. Agar O'rta Yevropa, Sharqiy Yevropaga Jungo singib kirdigan bo'lsa, albatta bu xabar yozuvchining gapi to'g'ri bo'lib chiqadi. Hozir endi vatandoshlar shuni o'ylaydiki, ayni chaqda Rossiya Kreml imperiyasi yemirilgandan keyin hozirgi takrorlanayotgan NATO'ning sharq kengayishi degan so'zlarni anglab keldi. Amaliyotda NATO Osiyoga sharq kengayib, Afg'onistonda terroristlarni tozalash vaqtida Afg'oniston kirib kelgan edi. Bu qatim endi NATO bu qatim ochgan yig'inda Sharq O'rta Yevropaga kirdi. Yoki shu davlatlarning o'ziga a'zo qilib bo'ldi. Endi u davlatlarda bexatarlik, qo'g'dinish, operat va boshqalarni tashkil qilish kerak. Yuqorida har qaysi davlatlarga brigada askariy qismlarni turg'izish bu NATOning Sharqi va O'rta Yevropada qilayotgan ishidir. Ya'ni bu to'g'rida kelar qatim yangilikcha so'zlaymiz. Bu qatim NATO o'xshashla Afg'oniston to'g'risida qaror ma'qullab, her yili Afg'oniston 1 milliard dollar qimmatida pul beradigan va Afg'onistonning mudofaa ishlarini kuchaytiradigan saqchi askariy qismlarini kuchaytiradigan bo'ldi. Demak, yana uning ustiga hozir prezident Obama Afg'onistondagi harbiy qo'shinlarni chekintirishni kechiktirdi. Hech bo'lmagan 2017-yilgacha kechiktirdi. Bu qatim Sharqiy O'rta Yevropa to'g'risida ochilgan NATO'ning 2 yillik yig'inining bu qatimqi qarorida Afg'onistonga yana boshqacha qarash, boshqacha yordam qilish masalasi o'tirib qo'yildi. Biz buni kelar qatim so'zlaymiz vatandoshim. Bu 2 leksiyamizning mazmunidan vaqt bo'ldinglar.